3 marta katta tosh tushdi. Pochkamda tosh bor edi. Kechqurun pриступ berdi, больницаga bordim, больницаdan keldim qaytib. Uyga keldim, undan keyin suv baklashga qiling dedi, u qiling dedi, bu qiling dedi. Perfecto Vitarini ichdim. O'shani orasida suvli ko'proq ichdim. Men bu qora pastadan ham ichdim, yaladim bundan. Suv qurib ichdim. Katta natija bo'lib, soat obedlarda, kechqurun kechasi bilan uxlamagan bo'lsam, obedlarda tushdi. 3 marta katta tosh tushdi. Undan keyin o'zimda sal shishlar bor edi, semirishlar bor edi. Urib ketdi, deydi. Uyushardi, oyoqlarim uyushardi, boshim og'rirdi. Ular hammasi ketdi. Alhamdulillah hozir yaxshiman. Katta yosh uzada har xil kasalliklar, masalan, o'shnaqalar bo'ladi. Yo'q, menda hozir unaqa kasalliklar hech qaysi yo'q. 18 yoshlardek bo'lib, yugurib o'ynab yuribman. Doktorga borishadi, kimika dorilar olishadi, boshqa qilishadi. Ulardan natija bo'lmaydi. Masalan, dori ichsangiz bir kun boshingiz og'riqni to'xtatadi, ertasiga yana og'riy boshlayveradi. Bir Allohning bir mo'jizaviy bir giyohi ekan. Buni ichinglar, ichishni hammaga taklif qilaman. Kim o'ziga yaxshi narsani nima qilsa, ravo ko'rsa, birovga ham ravo ko'radi. Shuning uchun men ham hammaga ravo ko'rishini xohlayman.